Chiqindilar sizdan keyin ham yashashini bilarmidingiz? Ko'rib turganingizdek bu hech qanaqa vahima emas. Afsuski, bu odamzod tufayli yer yuzida vujudga kelgan ayanchli haqiqat. Yildan yilga ko'payayotgan o'rmon yong'inlari, chiqindilar tufayli ifloslanayotgan suv, zavodlar tufayli yemirilayotgan ozon qatlami, afsuski bularning barchasiga odamzod sababchi. Noorganik chiqindilar sun'iy yoki mineral moddalardan tayyorlangan, tabiatda juda sekin yoki umuman chirimaydigan moddalardir. Oziq-ovqat chiqindisi 4 haftadan 6 haftagacha. Karton va turli xildagi qog'oz 1 oydan 2 yilgacha. Plastik stakan 50 yil. Batareya 100 yil. Plastik bakalashka 450 yil. Shuning uchun ham sun'iy moddalardan tayyorlangan plastik idishlarni qayta ishlashga topshirish juda zarurdir. Ekologik muammolarga befarq bo'lmang. Tabiat biznikidir. Uni asrab avaylash esa bizning burchimizdir.